Men turmushga chiqsam xizmatkorlarim bo'ladi. O'zim esa o'yin kulgu qilib yuraman. Ertaga bayram qilyapmiz, borasizmi? Yo, men hech qanaqa bayramlarga aralashtirmam. Men uylarni uborga qilishim kerak, undan ko'ra kelib menga yordam ber. Opa, ozgina o'zingizga qarasangiz bo'lardi. Endi ikkita bolaliman deb o'zingizni unutib yubormaysiz-ku? Bunaqa gaplaringni qo'yda, bolalarimga qarab tursang, bir soat uxlab olardim. Ana qo'shnimiz umuman bolalarni eplolmaydi-ya. Hali men bolali bo'lsam, hammasini eplab tashlayman. Oson-ku. Ha, singiljonim, hammasi sen o'ylaganchalik oson emas. Men ham seni vaqtingda xuddi shunaqa derdim. Birovni muhokama qilishda ozgina qo'rqdim, chunki o'sha narsa xuddi o'zingni boshingga tushishi mumkin. Unda keling, sizga ham yordam beraman, shunda menga ham qaytib keladi. Bilasiz-ku, Enel kompaniyasiga ishga kirganman. Sizga mahsulotlar olib keldim. Menga ham bular olib kelsan. Endi bularni qanaqa qilib ishlatishim kerak? Bularni ham tushuntirdi. Ham uyda o'tirib daromad topib, ham sog'ligingizni tiklab olishingiz mumkin. Agar siz tug'ruqdan keyin vazn yiqqan bo'lsangiz, yuzingizda homiladorlikdan qolgan dog'lar bo'lsa, immunitetingiz past bo'lsa va holsizlik his qilayotgan bo'lsangiz, ayniqsa qabziyatdan qiynalayotgan bo'lsangiz yoki farzandlaringiz asabiy bo'lsa, unda sizni Enel kompaniyasi diyetologi Zebiniso Olimovani konsultatsiyalarini maslahat beraman. Shu telefon raqamlariga Telegramdan yozing. Farida nomidan keldim desangiz, birinchi konsultatsiyani bepulga o'tib beradilar.